Bir hafta o'tmasdan Hayo Arandasga turmushga chiqdi. U nikohdan oldin Arandasga nisbatan hech qanday tuyg'uni his qilmagan bo'lsa ham, vaqt o'tishi bilan uni yaxshi ko'rib qoldi. Xususan birinchi farzandini dunyoga keltirgandan keyin sevgisi yanada kuchaydi. Chunki u homiladorlik paytida Arandasning cheksiz mehriga, sevgi bilan to'lib toshgan dil izhorlariga guvoh bo'ldi. Hayo turmush o'rtog'i hamda 3 o'g'lu, 4 qizi bilan uzoq yillar go'zal hayot kechirdi. Farzandlarini opasi Firdavsning farzandlari bilan nikohladi. Hayo bu yillar davomida otasidan meros qilib olgan yer maydonida eri bilan chorvachilik qilib, dehqonchilik bilan shug'ullandi. Hayo uzoq yillar davomida tinmay mehnat qildi. U shirin hayoti mobaynida o'z oila a'zolaridan tashqari odamlar bilan xayolini band qilmadi. Barchalari hayotlaridan rozi holda topganiga qanoat qilib, baxtli hayot kechirishdi. Hayo 80 yoshga yetgunicha ko'plab nevaralar ko'rdi. Hatto ba'zilarini uylantirib, ayrimlarini eriga berdi. Hayo 90 yoshga yaqinlashganda eri tuzalmas kasalga chalindi. Arandasning sog'ligi borgan sari yomonlashib bordi. Erining ajali yaqinlashganini sezgan Hayo farzand va nabiralardan tashqariga chiqishlarini, oxirgi lahzalarda uni eri bilan yolg'iz qoldirishlarini iltimos qildi. Hayo erining yotog'i yonida o'tirib, tabassum bilan so'radi: "Arandas, meni tashlab qayerga ketmoqchisiz?" To'shakda madorsiz cho'zilib yotgan Arandas javob qaytardi: "Barchamiz borishimiz kerak bo'lgan joyga." Hayo Arandasning qo'lini mahkam ushladi. "Meni ham o'zingiz bilan olib keting." Arandas jilmaygancha bujmayib ketgan kaftini rafiqasining qo'liga qo'ydi. "Bolalarimizni tashlab ketasanmi?" Hayo yig'lab yubordi. "Siz ular menga ta'tirmidi?" Arandas yo'talgan holda kulib so'radi: "Xotirangni yo'qotganingni aytib, sizga tegmayman deb oyoq tirab olganing esingdami?" Hayo eriga qo'shilib kuldi-yu, lekin ko'zlaridan duv-duv yosh to'kilishdan to'xtamadi. "Ahmoq bo'lgan ekanman o'shanda. Siz hayotimdagi eng qadrli insonim bo'lishingizni bilmaganman-da." Arandas rafiqasining boshini siladi. "Sen umrimga nur bag'ishlagan, uni quvonchga to'ldirgan, biror kun ham botmagan hayotim quyoshsan." Erining qo'lidan mahkam tutgan Hayoning ko'z yoshlari toshgandan toshdi. "Unday bo'lsa meni tashlab ketmang." Arandas ko'zlarini yumishdan oldin dedi: "Kech qolmagin." Arandas jimgina yig'layotgan rafiqasining yuziga tikilgan holda so'nggi nafasini chiqardi. Arandas vafot etgach, hovliga Firdavs va qaynotasining qabri yoniga dafn qilindi. Hayo farzandlaridan o'zi uchun 4-qabrni kavlashlarini so'radi. Farzandlar onalarining talabidan hayron bo'lib, unga uzoq umr tilab duo qila boshlashdi. Hayo ularga: "Ketishga talpinayotgan ruhimga jismim to'sqinlik qila oladi deb o'ylaysizlarmi?" dedi. Hayoning oldigi qizlaridan biri qo'lida emizikli bolasini ko'targan holda yaqinlashdi. "Nima demoqchisiz, onajon?" Hayo keng quloch ochib erining qabrini quchoqlagancha qabr atrofidan o'sib chiqqan binafsha gullarga diqqat bilan razm soldi. Ruhlar bir-biriga talpinganida tanalar to'sqinlik qila olmaydi. Hayo bu so'zlarni aytarkan, boshini quyi solib, ko'zlarini yumdi. Lekin u zulmatni emas, yorqin nurni ko'rdi. Nur so'nishi bilan Hayo o'zini katta kutubxonada qo'lida kitob tutgan holda ko'rdi. Qarshisida esa oqsoqolli bir mo'ysafid charm kursi ustida o'tirardi. Uning ortida katta soat bo'lib, 9dan 5 daqiqa o'tganini ko'rsatayotgandi. Mo'ysafid tabassum bilan Hayodan so'radi: "Kitob yoqdimi, Hayo?" Hayo qo'lidagi kitobni uloqtirib, bor kuchi bilan qichqirdi. So'ngra qo'lini boshiga qo'ydi-da, tizzalab o'tirgancha to hushidan ketguncha qichqirishda davom etdi. Shodlik alifbosi va saodat grammatikasi. Hayo ko'zlarini ochganida qarshisida cho'kkalab uni diqqat bilan kuzatayotgan oqsoqol mo'ysafidni ko'rdi.
Mo'ysafid hayoning yuziga yaqin bo'lib qo'lidagi qurigan binafsha gulni hayoning burniga yaqin tutgan holda silkitardi. Hayo qo'rqib ketganidan o'rnidan sapchib turdi va ortiga tisarala boshladi. Beli xonadagi tokchalardan biriga tegib, bir ikkita kitoblar tars etib yerga tushdi. Hayo ortga qadam tashlash asnosida xavotir bilan Mo'ysafiddan so'radi. "Sen kimsan? Men qayerdaman?" Mo'ysafid o'rnidan turib javob qaytardi. "Sen hozir karaxt holatdasan. Xotirangni qaytarish uchun fikringni bir joyga jamlashga harakat qil." Hayo Mo'ysafidga baqirdi. "Men qayerdaman? Bolalarim, nevaralarim qani?" Mo'ysafid hayoga ko'ringan gulni uzatdi. "Mana buni hidla, hammasi yodingga tushadi." Hayo Aminning qo'lidagi gulni urib yubordi. So'ngra asabiylashib hayqirdi. "Mendan nari tur." Amin sukut saqlagancha uni kuzatib turardi. Hayo esa tanisi, bosh va sochlarini telbalarcha ko'zdan kechirib, o'ziga o'zi gapirardi. "Nima bo'lyapti o'zi? Menga nima bo'ldi?" Amin xotirjam ohangda yana gap boshladi. "Sen sayohatda eding. Endi bo'lsa uyg'onib, o'z hayotingga qaytding." Hayo Aminga chaqchayib, kinoyali ohangda dedi. "Sayohat? Qanaqa sayohat? Arandas qayerda? Bolalarim qayerda?" Amin Hayoning gapini bo'ldi. "Sen Hayosan. Yoshing 12da. Xizmatkoring Halima bilan mahalla aholisiga kulcha tarqatayotgan eding. Otang bilan qasrda yashaysan. Chuqur nafas ol. O'zingni bosib, hammasini eslashga harakat qil." Hayo Aminga savolomuz qarab, baland ovozda so'radi. "Halima? Halima kim?" Amin yerdan qurigan binafshani olib, Hayoga ko'rsatgancha dedi. "Mana bu gulni hidlasang, xotirang qaytadi." Shu pallada eshik ostonasidan Halimaning chaqirgan ovozini eshitishdi. Amin gulni Hayoning kaftiga qo'ydi. "Hozir seni chaqirayotgan mana bu ayol bilan ket. Nima bo'lganda ham, qanday vaziyatga duch kelsang ham bezovtalanib, muammo chiqarma. Senga va'da beraman, barchasini eslaysan." Karaxt ahvoldagi Hayo o'rnidan turib yosh to'la ko'zlar bilan mo'ltirab dedi. "Lekin..." Amin kaftini Hayoning yelkasiga qo'yib, uni tepa qavatga eltuvchi zina sari asta itardi. "Ortiqcha o'ylanma. Seni chaqirayotgan xonimning oldiga tezroq bora qol." Boshi gangib, fikrlar har tarafga sochilib ketgan qiz zinadan tepaga ko'tarila boshladi. Uning yuzidan qattiq qo'rqib ketgani, hech narsani tushunmayotgani shundoqqina sezilib turardi. Uning bug'doy dalalaridagi hayoti hali ham ongida mustahkam o'rnashib turardi. Bechora qiz oxirgi zinaga yetganida uni qidirib uy ichiga kirgan Halimaga ko'zi tushdi. Halima Hayoni ko'rishi bilan oldiga shoshilib keldi va uni bag'riga bosgancha xavotirlanib so'radi. "Bu yerda nima qilyapsiz, Hayo xonim? Ahvolingiz yaxshimi? Sizga nima bo'ldi? Bezovta ko'rinasiz. Rangingiz ham oqarib ketibdi. Ana va odam sizga nimadir qildimi?" Shu onda yerto'la eshigi ochilib, Amin chiqib keldi. "Halima xonim, xavotir olmang, u faqat biroz qo'rqib ketdi." Halima Hayoni qattiq bag'riga bosib, xavotir aralash keskin ohangda so'radi. "Qo'rqib ketdi? Nimadan qo'rqdi? Unga nima qildingiz?" Amin yerto'la eshigini yopgancha tabassum qildi. "Unga nima qildi deb o'ylayapsiz? U shunchaki yerto'lada sichqonni ko'rib qattiq qo'rqib ketdi. Shunday emasmi, Hayo?" Hayo talmovsiradi. "Nima?" Halima Hayoni ushlab Mo'ysafiddan uzoqlashtirgan holda chiqish eshigi sari boshladi. "Agar unga nimadir qilganingizni bilib qolsam, oqibati ayanchli bo'ladi." Amin tabassum qilib qo'lini silkitgan holda ular bilan xayrlashdi. "Yaxshi yetib olinglar." Halima haliyam o'ziga kelib ulgurmagan Hayoni quchoqlab, boshini ko'ksiga qo'ygan holda uydan chiqdi. Keyin tez-tez qadam tashlab, qasr darvozasi sari yurishdi. U yerga yetib borganida darvozabon bilan soqchilar shoshilgancha tashqariga chiqib, ularni qarshi olishdi. Chunki avvalroq Halima qasrga hayosiz qaytganidan juda xavotir olishgandi. Darvozabon so'radi: "Kichik xonimga nima bo'ldi? Nima bo'ldi, tinchlikmi?" Halima Hayoning boshini ko'ksiga qo'ygan holda soqchilar orasini yorib o'tib,
ichkariga kirdi. Hech narsa, xonim biroz soliqdilar. Xo'jayinga hech narsa demanglar, xavotir olmasinlar tag'in. Soqchilardan biri, bu haqida xo'jayinga aytishimiz shart dedi. Halima yurishdan to'xtab, soqchiga o'girilib qaradi va tahdidli ohangda dedi: Agar og'izlaringdan birorta gap chiqadigan bo'lsa, kun nihoyasiga yetmasdan ishdan bo'shadim deyaverlaring. Bu uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Soqchilardan biri gapga aralashdi. Lekin bu bizning vazifamiz-ku. Halima o'qragancha qasr sari yurishda davom etdi. Unda bir sinab ko'rib katta xo'jayinga xabar berib ko'rchi. Ko'ramiz, kimning gapi ustun kelarkin. Soqchilar qasr darvozasi oldida hayo bilan yurib ketayotgan Halimani jimgina kuzatib qolishdi. Ular Halimaning qattiq g'azabidan hayron bo'lishgandi. Chunki avval uni sira bunaqa holatda ko'rishmagan edi. Halima qasrga kirib to'g'ri tepa qavatga, Hayoning xonasiga qarab yurdi. Hayoni to'shagiga yotqizib, o'zi ham yoniga cho'zildi. Hayoning peshonasidan o'pib, to uxlab qolguniga qadar boshini ko'ksiga qo'ygancha silab yotdi. Halima Hayodan nima bo'lgani haqida hech narsa so'ramadi. Halima o'rnidan turayotganda Hayoning qo'lida qurigan binafsha guli e'tiborini tortdi. Lekin gulni Hayoning qo'lidan olmadi. Eshikni asta yopib, xonadan chiqdi va pastki qavatga tushdi. Halima shu on trubkasini tutatib, uni kutib turgan xo'jayinni ko'rdi. Xo'jayinning yuzidan g'azab va bezovtalik alomatlari sezilib turardi. Halima bu ifoda nimani anglatishini yaxshi bilardi. U hojasining qarshisiga kelib to'xtadi. Halima bir og'iz gap aytmasdan Hayoni o'sha mo'ysafidning uyida yolg'iz qoldirgani uchun hojasining jerkishini kutib, boshini quyuq solish bilan kifoyalandi. Chunki u xo'jayinning yuz ifodasini ko'rib, soqchilar uning tahdidiga quloq tutmasdan xo'jayinga hamma gapni oqizmay-tomizmay yetkazgan deb o'ylagandi. Xo'jayin tamakisining tutunini Halimaning yuziga puflab, uning egilgan boshiga biroz qarab turdi. So'ngra keskin ohangda so'radi: "Hayo qayerda?" Halima nigohini yerdan uzmagan holda javob qaytardi: "Uxlayaptilar, hojam." Hojasi jahl bilan keskin ohangda so'radi: "Uxlayapti? O'zi uyg'onganiga endi 1 soat bo'lgandi-ku. Qo'shnilarga kulcha tarqatib sal toliqib qoldilar. Ozgina dam olay deb yotgandilar." Xo'jayini qovog'ini soldi. "Charchabdi, bu qiz juda tantiq bo'lib ketdi. Bunga sen aybdorsan." Halima hech narsa demasdan yerga qarash bilan kifoyalandi. Hoji mehmonxonaga qarab yurdi. "Rosa asabiylashdim." Halima boshini ko'tardi. "Hojam, sizdan uzr so'rayman. Bunday holat boshqa qaytarilmaydi, va'da beraman." Xo'jayin Halimaga hayron bo'lib qaradi. "Nima haqida gapiryapsan? Xorijdagi ekinzorlarimda muammo yuzaga kelibdi. Hal qilish uchun darhol ketishim kerak. Shuning uchun asabiylashdim. Sen nima haqida gapiryapsan?" Halima hovliqib, podadan oldin chang chiqarganini angladi. "Kichik xonim bilan kulcha tarqatishni nazarda tutayotgandim. Xonim toliqib qolganlar uchun jahlingiz chiqdi deb o'ylabman." Xo'jayin mehmonxonadagi katta divanga o'tirib, yana trubkasini tutatishni boshladi. "Aksincha, ertaga hamma mahallaga chiqib, yana kulcha tarqatishingizni istayman. Oshpazning bugungi tayyorlagan kulchalari mahalladagilarning hammasiga yetadi deb o'ylamayman. To'g'rimi?" Halimaning ko'ngli xotirjam tortib, chuqur tin oldi. Shunday, to'g'ri aytyapsiz, hojam." Xo'jayin Halimaga qarab: "1 soatdan keyin yo'lga chiqaman. Bir necha kun uyda bo'lmayman. Yo'qligimni qasrga va undagi barcha narsaga sen mas'ul bo'lasan. Meni tushunding-a, Halima?" Halima xo'jayini tomon bir necha qadam tashlab yaqinlashdi. "Buyrug'ingiz bosh ustiga, hojam."